Yo, hello bola sizlar bilan men o'shana Lord Minecraft garchi bola bugungi videomizda sizlar bilan birgalikda Bedrock versiya uchun mini sapfir, ya'ni kuchli telefonlar uchun kichkinagina sapfirchani obzor qilib o'tamiz. Bu sapfirni men o'zim yaratdim bolalar. Qanunda obzorga ketdik. Va biz o'sha modlarni qo'shib bu yerga kirganimiz bilan bizani mamnuqa bu hayvonning nomi nima edi? Garchi shunaqa hayvon kutib o'tiribdi, kutib turibdi ekan va buni ustida qanaqadir do'koncha gul sotyapti, bilmayman nimadir sotyapti, lekin bundan trade qilib bo'lmas ekan. Mana bu yerda qanaqadir zombi boshiga shlemcha kiyib olgan. Va mana bu tomonlarda mana bu o'rdakmi, qanaqadir hayvon garchi mana bu what the hell nima bu? Yo, qanaqadir qo'ng'iz. Nomini bilsanglar kommentariyga yozib qo'yinglar. Men buni nomi, buni ham nomi esimda yo'q. Shu nimadir ham edi buni ham nomi. Va men bu yerda yana qanaqadir strukturacha, bu yerda bilaman, bu yerda hech qanaqa loot bo'lmaydi, shuning uchun tushib o'tirmaymiz. O'zi pastga tushadigan yo'l ham yo'q. Buni bola kuchsiz telefonlarga o'rnatib o'tirmanglar, vobshe qotadi. Uje hamma modlarni qo'shishim bilan bu mirni megabayti 100 megabaytdan ham oshib ketdi. Va men bu yerda sapfir, haqiqiy sapfirnikiga o'xshagan daraxtlar har xil. Ko'rib turibsizlar, vobshe chotki. Modda Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Mod nimasi u? Modni mirini. O'xti, men bu yerda yana har xil daraxtlar. Ko'ruvchi vobshe chotki, maza qilib survival qilsanglar bo'ladi. Men bu yerda qanaqadir ikkita chodircha va bu yerda lootlari yaxshi. Ikkita sunduq. Unchalik zo'r emas, lekin boshida mirga birinchi marta kirganlarda bo'laveradi. Yo, mana nima bola? Yo, bola tiprayotgan, mana buni ko'ryapsizlarmi? O'xti uje bunaqa hayvonlar hatto sapfirda ham yo'q. Balki bordir, yana bilmadim. Ham bitta narsaga e'tibor bermamiz, biz uje mirga kirishimiz bilan bizaga shuncha kitob berib yuboribdi. Demak, bizada modlar juda ham ko'p degani. Shuncha kitob va mana qanaqadir ip bilan zombini go'shi. Yaxshi, mana bu yerda bu ham tipraktika ancha kichkinagina. What the hell? Dumalab ketyapti. Yo, animatsiyalar ham bor, chotki. Yo, mana bu yerda g'ozmi bu, nima balo? Yo. Nega yerda yuradigan ana u narsa? What the heck? Mana bu chiqadimi? Chiq. Chiq, bu yerda o'tirgan foydasi yo'q, chiq. Mana kavlasa, kavlasa chiqarkan. Yo. What the fuck? Mayli, ozgina baglari bo'ladi, chunki bu Bedrock versiya. Mana bu yerda o'tlar bor ekan, lekin bu daraxt qani? Mana obzor qilishda davom etaveramiz. Qanaqadir g'alati mida spam bo'limiz, mamnuqa tog'lilar o'ralgan bo'lni. O'xti. Lekin hech bunaqa mida spam bo'lmagan edi. Men bu yerda bizda spam bo'lgan joy va men bu mob. Mana bu tomonda katta daraxtlar ham bor ekan. Va bu yerda yana o'sha chodirdan va yana o'sha tog'liklar qanaqadir. Yaxshi. Endi bu ichidagi modlarni obzor qilishga o'tsak ham bo'ladi. Men bu olma olgan. Yo. Va men bu yerda qanaqadir g'or. Mayli, endi obzorchani boshlaymiz. Men bu yerda cho'chqani mamnuqa shoqi bori. Nomi nima duramaydi buni ham. Va bizada boshqa hech narsa chiqmayapti. U qishloqda qanaqadir o'zgarishlar bo'lganmi demoqchi edim. Yo'q, hech qanaqa o'zgarishlarsiz oddiygina qishloq. Lekin chotki qishloq ekan, bunaqa sariq daraxtlar bilan vobshe turibdi demoqchi edim. Men bu yerda fizika qonuni qanaqadir yana
Va undan modlarni obzor qilishni boshladik bola. Shuncha kitob berganiga yarasha yaxshiroq modlar ham bo'ladi. What the heck? Shuncha narsa, bularni nimaligini o'zim ham bilmayman. Bu yerda ham qanaqa narsalar. What the hell? Bu nima? Ayta backpacklar bor. Backpacklar obzor qilish shart emas, o'zingizlar bilasizlar bularni, hamma yo'g'ini. Bunaqa har xil kiyimlar ham bor, mana ko'rib turibsizlar. Bu kiyimlar qayerdan qo'shildi o'zim ham bilmayman, shu modlarning ichidan qo'shilib qolgan bo'ladi. Va bizning sapirimizning eng asosiy narsasi bu mamlaqa generator, shunga o'xshash mexanizmli narsalar. Va bu mexanizmlarni oldingi Bedrock sapirlarimda ko'rgan bo'lsanglar kerak. Va bu yana ham yangilangan hozir. Har xil narsalar qo'shilgan. Mana bu water filter kerak. Shunday narsalar oldin вообще yo'q edi. Mana bu nima? Chemistry mixer, ammonia mixer kerak. Вообще yangi narsalar qo'shilib ketgan. Mana bu insulating tank qanaqadir narsalar ham qo'shilgan. Va oldin bu narsalarni ko'rmaganman. Hatto men bularni ham nimaligini bilmayman. Qanaqadir kollektormi, nima durlar ham qo'shilgan. Va mana bu yerda jetpack bilan bunaqa qanaqadir uzukcha ham qo'shilgan. Hozir bularni birma-bir obzor qilamiz. Uncha qotmayapti menda. Mana bu nima qilsam bo'ladi? Bu bizaga mana bu strange berar ekan. Strange 2 bu bilan bizning kuchimiz 2 barobarga ko'payadi degani. Bu degani golemni qo'lda 2 barobar tezroq o'ldiramiz. Va mana bu tepaga sakrash. Yaxshi. Hop. Mana suvdagi ham qanaqadir hayvonlar. Mana bu. Nima bo'la bu? What the heck? O'rdakmi? Bilmagan hayvonlarni qo'shilyapti. Mana bu yangicha baliq turi. Bu ham modda qo'shilgan. Kecha ham tushib qolyapti biza obzor qilgunimizcha. Hozir bizada yangi qo'shilgan narsa mana shu har xil mexanizmlardagi update'da yangi qo'shilgan narsa mana bu wind generator. Mana shunaqami o'zi? Da. Wind generator oldin bu narsa yo'q edi, faqatgina mana bu solar panellar bilan ishlatib yurar edik. Hozir esa mana bu wind generator qo'shilgan. O'tda haqiqiy saphiga o'xshaydi bolalar. Mana buni qaranglar. Mana bunda qanaqadir bug chiqibdi demak. Bu bug emas, menimcha bug bu bola. Chunki oldin bunaqa bo'lib o'tmas edi, lekin boriga shukr qilamiz. Chunki bunaqa modni hayotda topa olmaysizlar. Agar sizlarga bunaqa bugsiz qo'shmoqchi bo'lsangiz, shu modni mana bu generatorsizni qo'shinglar. Update bo'lmaganini qo'shinglar, shunda bunaqa bugsiz oddiy bo'ladi mana bu. Tekis bo'ladi. Mana bu ustida qanaqadir narsalar yo'q bo'ladi. Shuni chotki maza qilib o'ynaydigan bo'ladi. Mana gravity gulli ham olsak bo'ladimi? Yo'q, o'tmaz. Yo'q. Mana buni olib mana bu yoqqa ekib qo'ysak bo'larkan, qaranglar. Hop, esam ekilib qolyapti mana bularni. Hop. Bola yangi uskuna bu yangi qo'shilgan, shu mexanizmda qo'shilgan yangi narsa. Bu degani bizada uy qurish yana ham oson bo'ladi degani. Yaxshi, endi mana bu tekshiramiz. Bu nima qiladi? Hech nima qilmayapti cho'ti. Mana bu вообще cho'tki narsa ekan. Uzoqdagi narsalarni olmas ekan, lekin mana bu bildim bolalar bu. Qani mana buni qo'limizdan olib qo'yamiz. Va bular ko'rinmaydi va buni qo'limizga olamiz va shuni o'tirib noqsak hamma yo'q ko'rinadi. Bu yerda
Menimcha Copper bor bolalar. Bu ham mexanizmdan qo'shilgan narsa. Copper ana bu yerda temir. Buni chap qo'lga olib, Mamedlarni kovlasak albatta ko'mirni ko'ramiz. Siz mana qora turganini bilishingiz mumkin. Ko'mirlar koni. Bu ham survival qilganlarda juda ham kerak bo'ladigan narsa. Hali bundan ham survival qilib videolar chiqaraman. Unga sizlar videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu yangi kanal. Yaxshi, endi mexanizmlarni obzor qilib bo'lgan bo'lsak, boshqa narsalarni obzor qilamiz. Mana daraxtlar vaqti cho'tki ekan. Menga shu sariq daraxtlar yoqdi, lekin nimagadir. Yaxshi, bularni obzor qilib bo'ldik. Endi yana yangi qo'shilgan narsalarga obzor ketdik. Bu hayvonlar bola, bularni obzor qilishim shart emas. Lekin bunaqa boshqacha hayvonlar qo'shilgan, shularni obzor qilmasam bo'lmaydi, lekin вообще. O'zim ham bilmayman bular qanaqa hayvonlarligini. Qanaqa hayvon bo'ldi bular endi. Qani, men boshdan zebra. Mana zebra minchagan bo'lar ekan. Voy. Yo'q, lekin ustiga chiqsa bo'lar ekan, haydasa bo'lmaydi ekan. Mamont. What the hell, buncha katta bu. Buni ustiga chiqsa bo'lar ekan, lekin yursak bo'lmas ekan. Mayli, bu ham вообще katta ekan. Bu mana bu narsa. Trade qilsa bo'lar ekan. Bularni o'zini ham jiteli bo'lar ekan. Mana bu bizga nima trade qiladi? Har xil daraxtlar qanaqadir. Yangicha daraxtlar, mayli, bundan kolleksiya qilsanglar bo'ladi agar maza qilib o'ynamoqchi bo'lsanglar. Hozir kapalak. Bu mana hayvon, yutuqi. Nima o'xshadim bu? O'ldimi? Nima bo'ldi bunga? Mana chayonni skeletligimi? Yo'q. Bularni qo'ysam qotyapti cho'ta. Endi qolgan hayvonlarga o'tamiz. Mana bu over nima? Balo bu. What the hell? Men nimaligiga tushunmadim. Red panda qizil. What the fuck? Kichkina bu ustoz Shifu bu-da, ustoz Shifu bu. Bu pandadagi keluvchi o'sha. What the hell, bu haliga qanotli baliqdan bo'ldi bu. Вообще bular ucha oladi. Qani bitta ko'rsatib, ana ko'rib turibsizlar. Tashqariga chiqsam da cho'p nariga qo'yib keta oladi. Buni tashqarida obzor qilmasak bo'lmaydi. Mana shoxona kattaligini Mamedga uy qurib o'tirib olib, 2 odam, 3 odam ketsa bo'lar ekan. Buni sizda Mamedga qaranglar mana. Birinchi mana shoxiga o'tirasizlar, bittalar, keyin bittasi mana shoxiga o'tiradi, bittasi orqasiga o'tirib haydab ketadi. What the hell? Lekin siz chiqsa bo'lmaydi ekan, bo'lmasa 3 ta odam maza qilib o'ynaydigan, minib yuradigan hayvoncha ekan. Bu yerdagi hayvonchalarni ham obzor qilib bo'ldik. Endi bu yoqqa o'tamiz. Bu yerda nima balolar bor? Qanaqadir spawnerlar. Bizada bunaqa har xil sendvichlar. Bular qayerdan qo'shilgan bilmadim. Menimcha biom modidan qo'shilgan bolalar bular. Qanaqadir effekt bermaydimi desa, yo'q, bermas ekan. Mama cookie drink. Banana sandwich. Banana splint. Bular hammasi bananaga. Bundoq qilib 2 marta esa bu tashvordimi? Yo'q. Demak bu yangi versiya shunaqa narsalar bor. Bu Sapphire versiyasi bola 1.21.50 ga albatta Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Shuna Telegram kanaliga o'tib maza qilib buni yuklab o'ynasanglar bo'ladi. Telegram kanali silkasi albatta kommentariyada bo'ladi.
Yo, mana tashamabdi endi. Qayerdan beriga qoldi? Inventarga olib qo'yar ekan bu. Ha, mayli. Shu yoqqa solib qo'yamiz. Bu yerda yashaydigan jitel endi ovqatdan g'am qilsa bo'ladi. O'zi ozgina qotishlar boshladi bolalar, chunki qishloqqa keldim endi shuncha mod bilan endi mana bu qilichlar, bu 11 atak 4 5 6 12 bu 9 hato nedir qilishdan ham kuchli. Mana bu end sword necha atak edi bu 2 mi? 4. Oh, nima bu? Burgut. Bolachasi. Qanani u jitel. Hop. Umuman jon nasib etgan. Ham bilan urib ko'ramiz. Va bu qilich bilan o'zi 5-6 ta udarda buni golemni o'ldirsak bo'larkan, chunki golemda 40 ta jon bo'ladi. Men bu qilichni ataga esa 9. Biz hamma tekshirib ko'rmaydik. Buning uchun bizga golem kerak bo'ladi. Men golemni tuxumidan ishlatmayman. Hamma oddiysi yaxshiroq. Muhammadga hop. Va endi mana eng kuchli qilichimizni ishlatib ko'ramiz. Hozir sehrgarning namusiga o'xshayapti hassasiga. Yo. Nima bo'la bu? What the hell? Qanday boshqacha tovuq go'shti. Ya mayli. Shunday baglar va bolalar o'sha hamma modlarni obzorchasini ham qilib bo'ldik. Endi bola videomizda shu joyda o'zining xolasiga yetadi, chunki hamma modlarni obzor qilib bo'ldik. Bu Sapphirni sal kattaroq versiyasi. Telefon uchun kattaroq versiyasi 100 MB bo'lib ketdi. Uje modlarni mirga qo'shganim uchun 100 MB bu вообще qotadi degani, lekin menda cho'ta qotmayapti. Va mini ya'ni men o'zim yaratgan Sapphire mini versiyasini ham tashab qo'yaman. Juda ham kichkina 16 MB li. Shuni ham Telegram kanaliga tashab qo'yaman. Bolalar shuni ham o'rnatib mazza qilib o'ynasanglar bo'ladi. Va o'rtacha versiyasini ham tashab qo'yaman 35 MB ligini. Ularning ichida har xil shunga o'xshash cho'tki modlar bor. O'rnatib mazza qilib survival qilib meni kanalimga kirib videolarimga like bosib qo'ysanglar bo'ldi bolalar. Hamma xayr, sizlar bilan men Lord Minecraft bo'ldim. Ko'rchi, xayr. Xayrlashsam, hajji cho'zilib ketdi. Jalod, men nima balo bo'pti, hammaga xayr.